buyuk shoir, mutafakkir, attoqli davlat va jamoat arbobi, jahon adabiyotining yutuq simolaridan biri, faylasuf, turk tillari asoschisi Alisher Navoiyning 584-yilligi va adolatli shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kunining 542-yilligi barcha turk xalqlariga qutlug' bo'lsin. Alisher Navoiy o'zining pur hikmat asarlari, seyr mazmun hayot yo'li, betakror ilmiy va ijodiy merosi bilan jahon adabiyoti, ilm va fanni rivojiga munosib hissa qo'shgan. O'rta asr sharq madaniyati va adabiyotning buyuk namoyandasi Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralida Andijonda, ya'ni hozirgi O'zbekistonda tug'ilgan. Otasi Umar Shayx Mirzo Temuri avlodidan Farg'ona viloyatining hokimi bo'lgan. Otasi Umar Shayx Mirzo 1495-yilda vafot etgan. 12 yoshida uning o'rniga taxtga o'tirgan. Bobur jahonga mashhur Boburnoma asarini yaratdi. Unda Movarin Nahar, Xuroson, Hindiston xalqlari tarixiy, urf-odat va an'analarini, tarixiy shaxsiyatlarini, mamlakat tabiiy lavhalarini aks ettiradi. Zahiriddin Muhammad Bobur adabiyotshunos, tarixshunos, olim va shoir sifatida xalqimiz ma'naviy, madaniy tarixida munosib o'rin egallagan.